Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Bugun sizlarga diagnostikaga kelgan bemor bilan qanaqa test o'tkazib berishini ko'rsatib beramiz va bundan kelib chiqqan xulosalarimizni sizlar bilan bo'lishamiz. Ya'ni bemor keldi, shikoyat beldiga og'riq. Endi bir chekkadan mushaklarni test qilishni boshlaymiz. Birinchi navbatda sonli to'g'ri mushagi, premoy mishsa bedra deydi. O'shani hozir test qilamiz. Tepaga yetadi. Bunda kuch bor. Demak, qo'l bilan sal g'ijimlaganda tushib ketadigan bo'lsa, bu o'zini normasida ishlayotgan mushak hisoblanadi. Ikkinchi oyoqni to'g'ri mushagini test qilamiz. Tepaga yetamiz. Demak, bu yerda hozir kuch yo'q. Ya'ni nimadir sababdan bu mushak ishlamayapti. Buni sababi umurtqadagi qisilish bo'lishi mumkin yoki bu mushak ingichka ichak bilan bog'liq. Ingichka ichagidagi muammolar bu mushakni tonusini pasayishiga olib kelgan bo'lishi mumkin. Hozir uni aniqlash uchun bitta testni bir usulini ko'ramiz. Bemorning qo'lini ingichka ichakning ustiga qo'yamiz va buni tepaga ko'tarishni so'raymiz. Mana, demak kuch kirdi. Ingichka ichak bilan bog'liq muammo bor. Endi ingichka ichak bilan bog'liq shamollash bilanmi, bog'liq muammo shamollash bilanmi yoki joylashuvidagi muammo bilanmi, uni bilish uchun bemordan bir testni ko'rishni so'raymiz. Ya'ni bosh barmoq bilan ko'rsatkich barmoqni birlashtiramiz. Tepaga yetadi. Demak, joylashuvda muammo bor. Hozir qotgan oyoq bu muammoni ko'rsatganimizda yana tushib ketdi. Endi bioximiya, ya'ni ichki yallig'lanishlar, shamollashlar bilan bog'liq. Birlashtiramiz, ya'ni o'rta barmoq va bosh barmoqni. Itaramiz tepaga. Yo'q, bunda shamollash bilan bog'liq bo'lgan muammo yo'q. Yana bu ichki quvvat almashinuv, ya'ni meridianlar orqali bo'lgan muammomi, yo'qmi bilish uchun nomsiz barmoq bilan bosh barmoqni birlashtiramiz. Tepaga yetamiz. Demak, bu bilan muammo yo'q. Yana bu jimjiloq bilan bosh barmoqni birlashdi. Bu emotsiya, ya'ni hissiyotlar bilan bog'liq bo'lgan muammo. Tepaga yetamiz. Yo'q. Faqatgina bosh barmoq bilan birlashtirganimizda bu tushib ketdi. Ya'ni ichki organni joylashuvida yoqqa bu yoqqa siljishlik yoki pastga tushishlik bor. Endi bu mushak umurtqa bilan bog'liqmi yo'qmi bilish uchun bemordan bir tomonga tanani qiyshaytirishni so'raymiz. Qani? Tanamiz. Mana, demak kuch kirdi. Ya'ni umurtqalarning orasidagi nervlar ochilganda bunga kuch kirdi. Bu umurtqa bilan bor bo'lgan muammo borligini bildiradi. Hozir mana bemorning holatini yana to'g'ri holatga o'tkazdik. Ya'ni o'sha qisilgan holat yana qaytdi. Hozir yana tekshiramiz, itaramiz. Mana yana tushib ketdi. Ya'ni umurtqani ochilsa bu mushak kuchga kiradi. Ichki organni joylashuvini to'g'rilansa bu mushak kuchga kiradi. Endi boshqa mushaklarni ko'ramiz. Buni yonga itaramiz. Bu dumba mushagini o'rta qismi, ya'ni sredniya ягодичный mishsa deydi. Tepaga itadi. Tashqariga itaramiz. Kuch bor. Endi bunisida tashqariga. Mana bunda kuch yo'q. Endi buni hozir yana bemordan qiyshayishni so'raymiz, bu yoqqa qarab. Itaramiz tashqariga. Kuch kirdi, demak umurtqa bilan bo'lgan muammo bor. To'g'ri holga kelib, ya'ni bu yoqqa qo'lni qo'yishni so'raymiz. Tashqariga. Bor. Ya'ni ichki organ bilan ham, umurtqa bilan ham bu mushakda muammo bor. Yana bir mushakni hozir tekshiramiz. Bu yo'g'on ichak bilan bog'liq bo'lgan mushak tensor fascia lata deydi, ya'ni напрягающий широкий мышцы бедра. Ya'ni tashqariga itaramiz. Itaring. Kuch bor. Tashqariga. Mana bunda kuch yo'q. Bemordan yo'g'on ichakka qo'lni qo'yishni so'raymiz. Tashqari. Mana kuch paydo bo'ldi, ya'ni ichki organ bilan muammo bor. Qiyshayamiz bu tomonga.
Tashqariga. Yana kuch kirdi, yana to'g'ri holatga o'tamiz. Qani? Tushib ketdi. Ya'ni umurtqa bilan ham muammo bor. Xuddi shunaqa ko'p mushaklarni yana test qilsa bo'ladi. Hozir belni ushlab turadigan juda katta mushak bor. Kvadratniy mishsa поясницы deydi. Ya'ni bu yerda joylashgan juda katta mushak bor. O'shani test qilamiz. Bemordan u yoqqa qarshilik qilish so'raymiz. Bu yerdan o'zimiz tortamiz. Qani? Kuch bor. Endi bu yoq tomonini 10 tomondagi kvadratniy mishsani test qilamiz. Qani? Mana. Ya'ni chap tomon 10 tomonda juda ko'p mushaklar o'chgan. Bu kvadratniy mishsa. Umurtqani ikkita tomondan ushlab, grijada bo'lishini oldini olishda bu juda katta mushak ishtirok etuvchi mushak. Ya'ni bu mushak ishlamasa grija bo'lish xavfi bor. Yana bitta katta mushak bor. Ya'ni поясничный подвздошный mishsa deymiz. Ya'ni tos qismida bir joylashgan, bir uchi oyoqqa ulangan bo'ladi. Son suyagiga. Ikkinchisi tosdan chiqib umurtqaliga bog'langan. Bu yerda ikkita katta mushak ichkaridan. Bu ham qaysidir tomoni ishlamasa yoki ikkalovi ishlamasa grija bo'lish xavfi bo'ladi. Uni hozir tekshirish yo'lini ko'ramiz. Bemordan ichkariga o'zi tomonga tortish so'raymiz. Qani? Demak, kuch yo'q. Bemordan buyragiga bitta buyrakka qo'lni qo'yish so'raymiz. Qani? Tortamiz. Kuch kirdi. Ya'ni buyrakdagi muammo bor. Endi bu muammo buyrakning joylashuvidami? Ko'ramiz. Qani? Yo'q. Demak, buyrakda qanaqadir shamollash bor. Shu shamollash bu mushakni ishlamasligiga olib kelyapti. Olamiz. Endi yana bir mushak. Bu buyrak usti bezlari bilan bog'liq bo'lgan mushak. Bemordan kushetkadan oyoqni uzmasdan o'zi tomonga tortishni so'raymiz. Qani? Bunda kuch yo'q. Endi 10 tomonni test qilamiz. Qani? Bunda kuch bor. Ya'ni chap tomondagi buyrak usti bezida ham qanaqadir muammo bor. Endi buni hozir buyrak usti bezi shamollashdanmi yoki joylashuvidagi yoki bir bo'shashish, tirishishdan kelib chiqqanmi? O'shani bilish uchun bemordan birinchi bu ko'rsatkich barmoq bilan bosh barmoqni birlashtirishni so'raymiz. Agar qotsa, uni joylashuvidagi, ya'ni strukturniy muammo deydi, strukturniy muammosi bo'ladi. Qani? Bor ekan. Shamollash bilan tegishli bo'lgan. Qani? Yo'q. Buyrak usti bezida hech qanaqa shamollashlar yo'q, lekin strukturaviy, ya'ni joylashuvi yoki boshqa qanaqadir muammosi bor. Endi bu holat uzoq vaqt davom etsa, qanaqa asoratlarga olib kelishi mumkin? Ya'ni bir tomonda juda ko'p mushaklar o'chgan. Ya'ni bu ko'p nagruzkani o'ziga olmaydi. Asosan odam bemor chap oyog'ida nagruzkani olib yurishni boshlaydi. Ya'ni bitta oyoqni to'liq tashab, ikkinchisini chala tashaganda, onaqa yurganda, u tashqi ko'rinishda bilinmaydi, lekin nagruzka asosan bu oyoqda bo'ladi. Vaqt o'tib bu oyoqda og'riqlar, kechasi bilan tirishlar kelib chiqishi mumkin. Belda grija kelib chiqishi mumkin. El sohalarida ayniqsa tizzada yemirilish, tos son bo'g'imida yemirilishga olib kelishi mumkin. Chunki asosiy yukni bu oyoq olib ishlaydi. Hozir og'riqlar bemor yosh bo'lganligi uchun chiqmasligi mumkin, lekin yillar o'tishi bilan bir og'rib, bir yo'qolib, shunaqa holatlar bo'lib o'tib ketib yuradi. Lekin yosh o'tgandan keyin, 40lardan keyin, kimdadir 30lardan keyin, u qanchalik vaqtli boshlanganiga qarab shu grija, ko'ks artroz, gonartroz holatlari kelib chiqishi mumkin. Bu o'zini ketidan
yelkada og'riqlar, bo'yinda og'riqlarni olib kelishi mumkin. Ya'ni muolajaga kirishadigan bo'lsak, umurtqadagi qisilgan nervlarni ochishimiz kerak. Ichki organlarni joylashuvidagi, ya'ni ichki organlar o'zini anatomik to'g'ri pologeniyasida, ya'ni holatida turishi kerak. Agar undan qanaqadir og'ishli bo'lsa, shu mushaklarni tonusiga ta'sir qiladi. Natijada boya aytganimizdek, shu grija yoki boshqa artrozlar kelib chiqishi mumkin. Yana bitta narsa hozir. Muolajada yana bitta tomoni biokimiya tomoni, ya'ni shamollash bilan qaysidir ichki organdagi shamollash ham bu mushaklarni tonusini pasaytiradi. Shamollashlarni giyohlar bilan yoki boshqa bir damlamalar bilan uni yo'qotish mumkin. Ya'ni tabiiy o'tli dorilar bilan ham, giyohli dorilar bilan ham yo'qotsa bo'ladi ko'p narsani. Ya'ni bakteriyalar, bu yerda gribok bo'lishi mumkin yoki qanaqadir virus bo'lishi mumkin. O'shanga yarasha bir qarshi kurashadigan dori berib, uni yo'qotilsa, bu mushaklar o'zini tonusiga qaytadi. Ya'ni ko'pchilikda oyoqda og'riqlarim bor edi, bir tabibning dorisini ichganimdan keyin yaxshi bo'lib ketdi yoki mana bir BAT, ya'ni biofaol qo'shimchani ichganimdan keyin yaxshi bo'ldi degan gaplarni eshitib qolamiz. Ya'ni oyog'imda yurishi yaxshi bo'ldi, ya'ni og'riqlari kamaydi deb. Bu holatlarda ichki organdagi shamollashlar yo'qolganini hisobiga mushaklarga tonus kiradi va natijada odam og'riqlardan xalos bo'lib, ancha to'g'ri yurishni boshlaydi. Lekin joylashuvdagi muammoni u asosan visceral terapevtlar hal qiladi. Ularning joylashuvini hammasini joyiga qo'ygandan keyin u yana ham bemor og'riqlardan xalos bo'lib, to'g'ri o'zini quvvatida yurishni boshlaydi. Endi bizda umurtqani ochish ham, ichki organlarni joylash ham bu kineziyologiyada ichida bo'ladi, ya'ni ularni to'g'rilaymiz ya'ni. Yana bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Kineziyologga borganda har doim e'tibor beringlar shunga. Ichki organ bilan ishlanmasa, siz og'rig'ingiz qolgani bilan uni darddan butunlay xalos bo'lish ehtimoli kamayib ketadi. Ya'ni ichki organni to'g'irlamaguncha, uni shamollashini ketkazmaguncha, undagi opusheniyalar, ya'ni tushgan organlarni joyiga qo'yib, buni boylamalarini mustahkamlab qilinmaguncha vaqtinchalik qanchadir muddat yurib turasiz. Lekin yana u o'zini obratniy reaksiya, ya'ni qaytadan o'sha holat takrorlanishni boshlaydi va yana qanchadir muddatdan keyin yana og'riqlar turishni boshlaydi. Endi bu bilan ishlanganda ham u og'riqlar turishi mumkin. Uni sababi ko'pincha noto'g'ri ovqatlanish yoki juda og'ir ko'tarib boshqa sababdan ichki organlardagi qanaqadir opusheniya yoki qo'zg'alishlarni keltirib chiqaradigan sabablardan bu muammolar yana qaytishi mumkin. Endi hozir bu holat ishlamayotgan holati, mana bemor yosh. Hali grija bo'lmasligi mumkin. Qanaqadir protruziya boshlangan bo'lishi mumkin. Hozir bemorda grija paydo bo'lishiga zamin bor. Ya'ni bu mushaklar ishlamayapti. Umurtqadagi atrofidagi mushaklarga nagruzkani to'g'ri taqsimlash yo'qolgan. Asosan o'ng tomondagi mushaklar ishlab turibdi, chap tomondagi bo'sh. Ya'ni bu yerda vaqt o'tib bemorda grija holatlari yuzaga kelishi mumkin. Aytmoqchi bo'lganim, soppa-sog'man, og'rig'im yo'q degan odam ham hali boshlanish etapida turgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun profilaktika uchun ham kineziyologga kelib ketishni biz tavsiya qilamiz. Endi kineziterapiya bilan davolash qanaqa degan ko'pchilikda savol bo'lishi mumkin. Kineziterapiya bu o'sha harakat bilan davolash. Juda ham bir foydali, juda ham effekti zo'r. Faqat bu mushaklarni yoqqandan keyin, ya'ni tonusini o'ziga keltirgandan keyin bu mushaklarda yana ham kuchli tonusni oshirish uchun kineziterapiya mashqlari bilan shug'ullanilsa, bu tana yana ham mustahkam bo'lib, o'sha grija har xil yemirilish bilan, artrozlar bilan bog'liq bo'lgan
muammolarni oldi olinadi. Ya'ni kimdadir qachondir tos bo'g'imida, tizza bo'g'imida yoki belda og'riq turib, vaqt o'tib yo'qolib ketgan bo'lishi mumkin yoki qanchadir muddatda u takrorlanib turgan bo'lishi mumkin. Hali og'riq surunkali darajaga chiqmagan. Lekin bir bo'ladi, yo'qoladi. Bu holat ham organizmni bizga bergan signali. Ya'ni qanaqadir defekt borki, bu og'riqni qo'zg'aydi. Profilaktika uchun ham o'tib ketganinglar yaxshi o'zi aslida. O'zini hammani sog'lig'i o'ziga kerak. Bu tanani odam umrini oxirigacha ko'tarib yuradi. Shuning uchun ham bu signallarni e'tiborsiz qoldirmaydi. Ya'ni bir og'riq bir yo'qolib ketib yoki nimadir ichganda, yeganda, qaysidir joyda belda og'riq qo'zg'ab qolishi mumkin. Tosson bo'g'imida og'riq qo'zg'ab qolishi mumkin. Ya'ni yoqmayotgan narsalarni ham fiziologiyada biz aniqlab berishimiz mumkin. Ya'ni ko'pchiligiga non mahsulotlari, ya'ni undan qilingan mahsulotlar yoqmaydi yoki sutdan qilingan mahsulotlar yoqmaydi. Endi o'shalarni testlar orqali biz aniqlab beramiz. Testlar orqali yana nimalardir yoqmayotganini yoki shu tanaga nima buzilishiga olib kelayotganlarni ham test orqali aniqlasa bo'ladi. Ya'ni sog'lom yurish uchun shu narsalarga amal qilib yurilsa, tana anchagacha o'zini quvvatida, o'zini energiyasi joyida bo'lib ishlab yuradi. Odam o'zida ham kayfiyat yaxshi bo'ladi. Va har xil stresslardan keyin ham bir ko'rinib qo'ygan yaxshi. Juda qattiq stresslardan keyin ko'p mushaklar o'chadi. Ya'ni hissiyotlarimiz hammasi ichki organlarga ta'sir qiladi. Bizda jadval bor. Misol shu jadvalda masalan g'am o'pkani yeydi, g'azab o't qopini yeydi. Xullas mana shunaqa ichki organlarning ishlashida funksiyasini susayishiga olib kelishi mumkin. Kanalimizni kuzatib boring, yana videolar qilib ko'proq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Savollar bo'lsa, kommentlarda yozib qoldiring.